Men shunaqa og'aylarim bor. Bolalarni juda ham yaxshi ko'radi-da. O'zini bolalarini ham yaxshi ko'radi. Erkalatib yuboradi. Erkalatadigan og'aynalarim bor-da. Yani yemaganini berib, mana imkon qadar ertaga o'zingdan hammasi joyida deb. Bu yaxshi emas. Yo'q, to'xtang, men bekordan aytdim, pul bilan ham ta'minlaydi, boshqa narsa ham qiladi. Bolalarni shunaqa yaxshi ko'radi. Lekin bolalar unga addachi bermasa, masalan, o'qishi yoki nimadir baholari pastroq chiqsa, boshqa narsa bo'lsa, yang'illatadigan og'aylarim bor-da, o'sha. Ko'yni bo'sh. Lekin bitta telefonni oladi-da, menga qara deydi, ana uje jaydaricha gapirishni boshlaydi. Jaydaricha suhbati ketadi o'g'li bilan. Shunaqa nuqtasiga shunaqa urib turadi-da. O'g'il, men sizni yemagan narsangizni yediryapman, kiymagan narsangizni kiydiryapman, oshnog'ingizdan kam bo'lmang. Mana shunaqa papol ichkim yonda o'tiraman. Men o'tirganimni ko'rsangiz, masalan, mashinani brilok osib qo'yadi-yu, o'shanaqa bo'lib o'tiradi. O'sha o'rtog'im jissasi kichkina, lekin shunaqa ma'noli, mazmunli ilon postini tashlab yuboradigan 4 ta gap aytadi-da. Ta'sir qiladigan bolalarga. Men jim turaman, indamayman, telefonni qo'yaman, yana dalishib ketamiz. Keyin sal ko'ngli xotirjam uspokоиться qilgandan keyin o'rtoq nima bo'ldi desam, yo'q, o'zi mana shunaqa bir bo'lib turadi deb. O'rtog'im, bilasan-ku, bolalar ham bunaqa bo'lib turadi, bunaqa bo'lib turadi, ko'ngli yana joyiga tushib oladi-da. Lekin sani gapingdan keyin o'rtoq xab bo'lmagan-ku deyman. Ilon emas, mana postimni tashlab yuboray dedim deyman-da.